ikkita erkakning orasiga endi meni tema qilib tiqish shartmidi? Mayli, uni qo'ying. 2002-yildan beri muhabbat sinovlari masalan bo'lgandan beri Azizim qo'shig'ini yaralish prosesida men bo'lganman. Sizga pulingizni berganmiz. Rustam Sagdiyev sizni taklif qilgan shu duetni siz ayta qoling deb. Masalan, boshqa duetdoshchi ham masalan taklif qilsa bo'lardi. Rustam aka sizga taklif qilganlar. Mayli, sizni ish haqingizga pul berganmiz. Klip olganmiz. O'sha kinoga men o'ligimni tashaganman. Nima bo'lgan bo'lsa, boshimdan o'tgan, texnikasiga ham to'laganman. Hammasiga, studiyasiga ham to'laganman. Kerak bo'lsa, rotatsiyalariga ham men o'sha kompaniyada bo'lganman, to'langan biz tarafdan. Qo'shiqqa meni ham pravam bordir. Yo, faqat sizniki prava. Eng qizig'i, men ofitsialniy kanalga Murod bilan bu duetda etib, ofitsialniy o'zimning kanalimga qo'ysam, blok tushyapti. Как это так blok tushadi? Sizdan faqat qo'shiq ketdi, bizdan harakat ketdi, klip ketdi, material meniki bo'lsa. Hozir masalan o'sha YouTube'da ham Rizanovada ketgan material meniki, men hozir выключить qilsam как автор. Chunki material avtori men o'zim bo'laman. Bo'ldi, ketdi, u butun klip yopiladi. Sizga ham ovozingiz bo'lmaydi, meni ham ovoz qo'shiq вообще bo'lmaydi. Material meniki-ku, men исполнительman. Qanaqa meni haqqim yo'q? Ofitsialniy Manzura ofitsialniy kanalga qo'yamiz, blok tushyapti. Masalan, tasavvur qilinglar, cover etiladi. Arab qo'shiqchisigami, hind qo'shiqchisigami, xitoy qo'shiqchisigami siz cover etsangiz, любой qo'shiqchi cover etsa, o'zini ofitsialniy kanalga qo'yish uni haqqi bor. Tasavvur qilinglar, men o'zimning qo'shig'imni o'zim ofitsialniy kanalimga qo'ya olmayman. Blok tushyapti. Meni ham qo'shig'imni Anivarlar aytgan. Janimlarni qozola aytgan, janimlarni Anora aytgan. Nechta qo'shig'imni yangi veriyuni, boshqasini duetlarni Dog'iston xalq artisti bilan. Men indamaganman, menga aytmasdan ham aytishgan. Mayli, san'at Allohniki, mayli endi hamma aytib xursand bo'lib o'tiraverganmiz. Mayli, yozibman, Allohga shukr, kimdirga boshqa xalqqa ham yoqibdi, Alloh nazar beribdi deb. Это что такое? Men o'zim tikkan qo'shiqni o'zim ofitsialniy kanalimda qo'ya olmasam, Ali. Yana mayli adliyaga yozgansiz, hozir sudga endi borish kerak.